Aziz o'rtoqlar, zakatni yaxshi ko'radigan o'rtog'inglar bo'lsa, tanishinglar bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Bu uyda turib har kuni zakatni tomosha qilsanglar bo'ladi, sababi bu uyning terassasi bor, juda ham katta xonadon. Ko'rsanglar bo'ladi zakat. Bu yoqda bo'lsa, shaharning sentri, Toshkent City bor. Uni ham mazaq tomosha qilsanglar bo'ladi. Yonida mana shundoq rakat masjid ko'rinib turibdi. Ertalab shundoq azon ovozlari ham eshitilib turadi. Mazza qilib ertalab azon ovozlari bilan turib ibodatlarni qilib, ishga otlanib ketaveramiz aziz o'rtoqlar. Ko'rib turganinglardek biz hozir uyimizning terrasa qismida turibmiz. Bu ya'ni uyimizning hovlisi desa ham bo'ladi, juda ham katta. Xonadonimizda mana bu yerda mana o'tiradigan besedkalari bor. Mazaq lounge zonada o'tirib, telefonlarda ishlarni hal qilib, gaplashib o'tirsak bo'ladi. Va uyimizni ko'rsanglar bo'ladi, alohida o'zini saunasi bor aziz o'rtoqlar, saunasi. Mazaq saunadan chiqib saunada paritsiya qilib, mazza qilib, mana bu yerda gidromassajli jakuzimiz bor. Mana shu yerga tushib, bu yoqda ham mazza qilib tanani bir yayratib dam olsak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Endi uyimizning ichki qismiga o'tamiz. Hozir ichi bilan tanishtirib chiqaman aziz o'rtoqlar. Qani ketdik. Mana aziz o'rtoqlar, uyimizning ichki qismiga ham kirib oldik. Bu hozir kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, yumshoq kravatlari, o'zini shkoflari, katta televizorlari, komodlari, hamma narsalari komplekt tayyor qilib qo'yilgan, yangi remontdan chiqqan, hali bu uyimizda hech kim yashamagan aziz o'rtoqlar. Patologini ham ko'rsanglar bo'ladi, shifti juda baland, juda ko'rkam qilib qurilgan bu uyimizda. O'zini alohida sanuzillari bor, ko'rsanglar bo'ladi. Vanna, umuvvannik, unitaz, oynalari bor, kattagina mazza qilib ishlatsak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Bu yoqda mana ikkita yotoqli yosh bolalar xonasi bor, ko'rsanglar bo'ladi. O'zini shkoflari, tumbuchkalari, bu yoqda mana garderobni shkoflari ham qilingan. Xo'p, endi yo'lagimizga o'tamiz. Yo'lak qismimizda mana общий garderobni shkoflari bilan qilingan, o'tirib oyoq kiyimlarni alishtirish uchun ham joylar qilingan. Mana bu podyezddan kiraverish eshigimiz. Uyda domofon xizmatlari ham bor. Hikvision texnikalari, qurilmalari o'rnatilgan va to'g'rida yana bitta bolalar yotoqxonasini ko'rsanglar bo'ladi. Hamma narsalari komplekt joy-joyida qilingan. Kravatlari, shkoflari, dars qiladigan stollari, kompyuterning stollari ham qo'yib qo'yilgan o'rtoqlar. Endi uyimizning keyingi xonasi bilan tanishtiraman. Bu yoqda qishki kuxnyamiz, ya'ni qishki oshxonamiz ko'rsanglar bo'ladi. Kiradigan mashinalari, Hisense xolodilniklari, muzlatkichlari qo'yilgan, gaz qurilmalari, mana duxovkalar, vitrishkalar, hamma narsalarni joy-joyida qilib qo'yganmiz va bu yoqda mana 4 kishilik choy ichish uchun joy ham tayyor. Bu yoqda mana alohida kartina ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli did bilan kartina tanlab ilib qo'yishgan, uyga bir kayfiyat ulashib turibdi. Xo'p, uyimizning общий sanuzeli bor bu yoqda, mana ko'rsanglar bo'ladi. Umumiy sanuzel, dush, umuvvannik, unitaz, hamma narsalari bor. Keyingi xonamiz bo'lsa, bizning mehmonxonamizda ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham shinam, keng, katta televizorlar qo'yib qo'yilgan Samsung brendida. Bu yoqda bo'lsa 6 kishilik stol stullar mehmonlar uchun mazza qilib gaplashib, nonushtalar qilsak bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa mana yumshoq mebellar qo'yilgan. Yumshoq mebellarimizni ham ko'rsanglar bo'ladi, sifatlisi, yaxshisi qo'yilgan. Uyimizni polni to'pli-pol qilingan o'rtoqlar. Xo'p, endi uyimizning oxirgi qismi, zo'r joy bilan tanishtiraman aziz o'rtoqlar. Bu ham bir hovli desak bo'ladi bu uyimizni. Mana terrasa qismi bor. Terrasa qismining ikkinchi bo'lagi bu. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Kattagina maydon. Mana bu yerda bemalol o'tirib choy ichish uchun stol stullar qilingan. Mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Rakat masjidi yana ham yaqinroq ko'rinadi aziz o'rtoqlar. Bu yoqda bo'lsa tandir, bu yoqda qozon o'choq, gaz, moyka, hamma narsalari, texnikalari joy-joyida qilib komplekt qilib qo'yilgan. Mana bu yerda dekorning gullarimiz ham bor aziz o'rtoqlar. Xo'p, bu uyimizni niyat qilganlar, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, narxini Telegram kanalimizga joylashtirib qo'yganmiz. Kirib o'sha yerdan ma'lumot olsanglar bo'ladi yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Charchamanglar, sizlar bilan Nodir uylar.